Yosh avlodning kitobga bo'lgan mehrini oshirish, ularning qalbiga ma'rifat va ijod ruhini singdirish maqsadida Parkent tumanida Infalib O'zbekiston 2025 14 milliy axborot kutubxona haftaligi doirasida ma'naviy ma'rifiy uchrashuv o'tkazildi. Hozirgi lavha shu haqida. Bugungi globallashuv davrida kitobxonlik madaniyatining yanada rivojlanishi jamiyat ma'naviy hayotida alohida o'rin egallamoqda. Axborot oqimi tezlashgan bir paytda kutubxonalar nafaqat bilim maskani, balki yoshlar tafakkurini kengaytiradigan, ularga mustaqil izlanish va fikrlash ko'nikmalarini beradigan ma'rifat markaziga aylanib bormoqda. Kitob esa insonning ruhiy olamini boyitadigan, tafakkurini yoritadigan eng ishonchli manbadir. Shu bois kutubxonachilik xizmatlarini modernizatsiya qilish, kitobxonlikni targ'ib etish hamda yosh avlodning ilmga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Mazkur haftalik doirasidagi tadbirlar ham ayni shu maqsadda o'tkazildi. Hozirgi kunda yosh ijodkorlarimiz ayni davrda kutubxonani yaxshi ko'rib, kutubxonaga borib, o'ziga kerakli har bir adabiyotni, nafaqat o'zbek adabiyoti, balki jahon adabiyoti, rus adabiyotlarini qiziqish bilan o'qish bilan birgalikda ular o'zini ustida ishlab, o'zlari ijod qilishmoqda. Joriy yilning noyabr oyida O'zbekiston Infalib 2025 haftaligini boshladik va bugungi kun bizga yakunlash kuni hisoblandi. Ushbu yakunlash kun mana shu Parkent tumanidagi birinchi umumta'lim maktabida ekanligidan biz xursand bo'ldik va ularni chiqishlarini ko'rib, o'zlarining ijodlarini ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Mana bugungi kunda mana bizning tumanimizda yosh ijodkorlar, ya'ni o'zlarining kitoblarini chiqarib, hozirgi kunda yoshlarga targ'ib qilib va taqdimotini qilib o'tkazishda bu juda ham bizning yutug'imiz. Men o'ylardimki, barcha yoshlarimiz o'zini ustida ko'proq ishlasa, mana shu tumanimizda yetishib chiqqan Sharifa Salimovalardek, Mahmud aka Toirovlardek buyuk insonlar bo'lib yetishadi. Tadbirda elimiz ardog'idagi ijodkorlar, yosh iste'dod egalari, o'qituvchilar hamda o'quvchi yoshlar ishtirok etishdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar yoshlarning dunyoqarashini boyitishda kutubxonalarning o'rni, zamonaviy axborot texnologiyalari bilan uyg'unlashgan kutubxonachilik tizimining rivojlanishi haqida fikr yuritdilar. Shuningdek, kutubxonani nafaqat kitob saqlovchi maskan sifatida, balki yoshlar ma'naviy o'sishi va ijodiy potensialini ochish uchun platformaga aylantirish zarurligini aytib o'tishdi. Jarayon davomida yosh ijodkorlarning chiqishlari namoyish etildi. Ular o'z she'rlaridan namunalar o'qib eshittirdilar. Men Parkent tumanidagi ilk qadam to'garagida qatnashib kelaman. Yoshligimdan she'riyatga qiziqib kelganman va Ey shamol, bu jonim, yurtim, Mehr bog'i kabi she'rlarim Parkent Tongi gazetasida chop etilgan. Ilk kitobim Kichik sehrgar kitobim chop etildi. Men hozirgi yoshlarimizga ko'proq kitob o'qishini tavsiya qilaman. Kitob o'qigan har bir insonning qalbida, yuragida gina adovat, gina illatlar bo'lmaydi. Aksincha, kitob o'qigan har bir insonning qalbi ham, yuragi ham faqat yaxshilikka to'lib boraveradi. Shuningdek, tadbir davomida maktab o'quvchilari tomonidan badiiy chiqishlar tomoshabinlar e'tiboriga havola etildi. Ular mashhur adiblar asarlaridan parcha ijro etishdi, she'rlar o'qishdi, milliy raqslar ijro etildi. Ularning badiiy mahorati barchaga ko'tarinki kayfiyat ulashdi.